Akalar assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? 2 kun oldin Katecho 175-70-13 to'rtta diska, to'rtta balon ozgina yurganini yechib oldik. Bu to'rtta diska balonimizni damasimizga qo'yib berdik. Ko'rishlaringiz uchun o'ta ham go'zal chiqdi damasimiz. O'zlaridan to'rtta diska balonlarni yechib olib bo'ldik. Kimga shunaqa diska balonlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Balonlarning simlari uzilib qolgan ekan. Ishlarni chiroyli qilib, sifatli qilib tizib berdik. Manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida joylashgan. Diska balon sohasida xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Ishlaringizni chiroyli va sifatli qilib tizib beramiz. Labo chakalarimizga Kumho Labo diska balon, 14 Largo diska balon, yangi nuqtalari bor holatda Nexus 3 Gentra diskamiz ham yangi balonning nuqtalarigacha turibdi. Kelaverasizlar akalar, chiroyli qilishlarni tizib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.